Assalomu alaykum azizlar, mana xudo o'zi keyingi obyektimizni videoga topshirdik. Bu obyektimiz do'kon. Bu tomni qismini hamda oldin navesini qilib berganmiz. Navesimizni bo'yi keladigan bo'lsa 7 metr. Shimlardan qilganmiz. Orqa panelda tom qismi. Firmalarimiz 120 dan chaqiramiz. 75 dan shimlardan 8 metrga 9 metr. Chetda joyimizga chiroqli qo'yiladi. Endi uzunligiga keladigan bo'lsa 19,5 joyda 2 hamda bu navesimizni oldi qismiga arka qilib chiroqli chiqarganmiz. Bu yerdan ko'rishgan mumkin. Konteyner mahsulotidan masalan katta Navesimizni beradigan bo'lsak, navesimiz firmalari 1.30 dan tushadigan archalik hisobiga. Orqa tomonlardan ko'rishlar mumkin. Shaftani ko'rmaydigan. O'zbekistonliklar hamda qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'izistonlarga nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar to'liq tafsilotlarni beramiz. Talab beramiz.